Charchidinglarmi, ardinglarmi? Qenib yig'laganlar kelyapti yoki qenib uxlaganlar kelyapti qizlar. Yaxshimi aytganliginglar xayrlik bo'lsin, bugunchi kayfiyatinglar qandaqroq deb sayraydiganqa faqat madarim yo'q. Bugun mazmun sunamaydigan bo'lib qoldim, to'g'ri tushuninglar. Shundoq bir siqilish bor, lekin bu siqilishni til bilan tasvirlab berolmayman. Amaliyotda mening shu farzandlarim, yo'ldoshim ko'nglimni shunchalik ayaydi. Qachon meni xafa bo'lib qolarki, qachon mush kayfiyati buzilib qolarki deb shunchalik diqqat qiladi. Kayfiyatimning buzilib qolmasligi uchun shunchalik tirishadi. Aksincha mening atrofimdagilar ushshaq-tushshak bor yo'q dardning, g'amning hammani menga so'zlab chiqib, kayfiyatimni buzadi, besimimni texmi yig'irlashtirib etadi. Amaliyotda biz pul topqinimizga armaydi ekanmiz qizlar. Uy ish qilganimiz qarmaydi ekanmiz. Faqat mushu yuragimizni siqadigan ishlarni anglagan vaqtimizda, dimimizni siqadigan, kayfiyatimizni buzadigan ishlarni anglagan vaqtimizda, bizga besim olib keladigan ishlarni anglagan vaqtimizda ajoyib harid ekanmiz, ajoyib charchaydi ekanmiz. Bek hardim, bek charchadim. Mushu yerib charchab ketdimmi, kelim ishib ketadi. Bilisizlar shu biz xizmati tövallab ketganlar, chiqaroqga qilsak, kayfiyatimiz nacharlasa, mana shunday ishib ovozimiz aran chiqadigan holatda. Bu mayli-ku, kayfiyatimiz birinchi nacharlashib, uyqu degan narsa yo'q. Mana yarim kecha soat hozir Shinjon vaqti 3 bo'laydi. Tehpan qayib yetibdim ham yerda. Hech kim bilan aloqa qilmay, hech qanday urug' tuqqan qarindosh yaqinlarimni izlamay, o'zim bilan o'zim bo'lib yashag'im kelyapti. Amaliyotda bizni shaxsiy chiqib yetadigan, qarqo'saq qilib yetadigan dal mush yaqinlarimizga. Chunki ular faqat o'zini o'ylaydi ekan. Hey, ma gapni managa desam beshini og'ritib qo'ymay, hey, ma gapni demaychi, ko'nglini og'ritib qo'ymay, hey, bo'ldilar bu gapni deb mening kayfiyatini buzmayli deydigan gap qat'iy yo'q.